o'ylab garangni bo'shqab qoldim. Bu changdan qanday qutulish kerakligini va nihoyat o'ylab topdik. O'zimiz ishlab chiqarayotgan va sotuvimizda doim bo'lib kelayotgan epoxidli bo'yog'imizni siz azizlarga birdan 100 gacha qanday ishlatish kerakligini o'rgatib qo'yamiz va o'zimiz ham bu do'konimizda effektini sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Agar bu video siz uchun qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, podpiska, like bosishni unutib qo'ymang va video oxirigacha ko'rib tursangiz, u sharoitda birdan 100 gacha qanday qilinish kerakligini o'rgatib qo'yamiz. Biz uchun kerakli bo'lgan narsalar tarozi, mikser va bo'sh chelak hisoblanadi. Xullas, ishimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda gruntovka vazifasida kraskamizni qorishimizga aralashtirgan holatdan keyin o'zini maxsus qumini aralashtirib, chuqur joylarimizni to'ldirib chiqamiz. Tozalikka rioya qilamiz, albatta. Do'konimizni chiroyli qilib tozalab olamiz. Bu do'konni asosiyasiga aynan shu rang mos keladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, bitgan holatida haqiqatan ham bu rangning go'zalligini ko'rib borasiz. Bu kraskamizni ishlatish uchun proporsiya bo'yicha kraska va atvarditilini yaxshilab qo'shiladi. Xullas, yaxshilab degani qanaqa? Mo'ljallangan miqdorda qo'shiladi va uzoq vaqt aralashtiradi mikserda. Mikserda aralashtirmasa bo'lmaydi, chunki yaxshi aralashmagan kraska qurmay qolishligi 100%. Xullas, ishimizni boshlaganmiz. Biz uchun kerak bo'ladigan bitta rolik ham kerak bo'ladi, ya'ni valik. Valigimizda bir sloyda biz go'zal holatda effekt olganmiz, okalar. Bir sloy qalin qilib berganmiz, ideal holatda olganmiz. Ikki sloy qilinadigan bo'lsa, bundan da go'zal holat bo'ladi. Xullas, oz vaqt ichida, ya'ni 2 soat davomida bu 70 kvadratlik joyimizni qilib bo'lganmiz. Bu joyimizga qancha kraska ketgan deb o'ylaysizlar? Izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Do'konimizni qurib turibsizlar. Effekti, asosiyasi va mahsulotlarimizni terilganiga, mahsulotlarimizni yorqin holatda ko'rsatib berish uchun bu rang aynan biz uchun xohlaganimizdek bo'ldi. Qurib tursa, blesk, yorqinlik, epoxidli beton uchun maxsus kraskamiz sotuvimizda bor.